Chaqaloqlarda ko'krak bezlari shishishi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ko'pchiligida ko'krak bezlarida shishlar aniqlanadi. Bu qachon norma hisoblanadi? Bu narsa onadagi gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ona gormonlarining bolaga ta'siri bilan bog'liq va bunda xavotirlanishga o'rin yo'q. Bola ona sutidan chiqqandan keyin bu narsa orqaga qaytadi. Lekin shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerakki, buvilarimiz, momolarimiz qiladigan bir xato ish bor, ya'ni chaqaloqlarni ko'kraklarida sut bor deb uni siqish. Biz agar mana shu jarayonda ko'krakka travma yetkazib qo'yadigan bo'lsak, juda ham yomon holat, ya'ni mastitni rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan bu vaziyatda hech narsa qilish kerak emas, faqat kutish kerak. Bola ona sutidan ajralgandan so'ng bu narsa to'xtaydi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Bola bezovta bo'lsa, issig'i chiqsa, ko'kraklarda qizarishlar aniqlansa va ko'kraklar anchagina, ya'ni katta miqdorda shishib ketsa yoki undan har xil ajralmalar ajralsa. Boshqa vaziyatlarda xavotirlanmang, bolalaringizni asrang.